Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Cerozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sağışkemen 20. yıl 5. ayının 21. günü. Hafta Perşembe. Vaziyet doğrusu dişki kelime biri. Tönügüllaten Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katı Mike Pompeo. Tayvan'da şu günü vazifeye oturduğun Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen'i tebrikledi. Vazifeye oturduğun tebrikledi bu vaziyet. Şunun ulaplı kileyle endi Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet mahkemesi del şu günü Tayvan'a harbiy kural yarak sertip berişni ilan kılındı. Bu ikisi bir-biriga ulanıp kelyapotgan vaziyet. Ondan keyin ikkinchi vaziyet hazır Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin aralıqda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatidan virusga qarshi turish bo'yicha tibbiy davolash uskunalari yordam qilishni talab qildi. Bugun hisobda shu talab Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan o'rinlandi. Endilikda biz bugun CNN'ninki virusning dunyoviy ahvoli to'g'risidagi xabarini vatandoshlarga topshiramiz. Bugun 2020 yil 5. ayning 21. kuni soat 9dan 13 minut o'tganda virus ahvoli to'g'risida Amerikaning simli televiziyasi bunday xabar qildi. Dünya boyunca yuqumlanğanlar 5.019.676. Virus kasapeti tüpeyli vafat bolğanlar 328.565 nefer. Amerika Qo'shma Shtatlari da kesel yoki virus bilan yuqumlanğanlar 1.551.853 nefer. Virus bilan yuqumlanib vafot bo'lganlar 93.439 nefer. Endi resmi mavzuga ko'chaylik, hurmatli vatandoshlar. Mavzu bunda, hurmatli vatandosh. Prezident Trump Cumhuriyet Partiyasi dunyoviy ko'lamlik odam o'ldirdi deb aybladi. Xo'shajon javob qaytardi. Mavzuli xabar 5. ayning 20. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 20. kuni tushdan biron Twitterda fikr qoldirib, mundaq ko'rsatdi. Jungoda ma'lum bir haromzoda bayonot e'lon qilib, bir necha 100 ming kishining hayotini elib ketgan yangi tojisimon virusning jinoyatini Jungoning sirtidagi barliq kishilarga ortib qo'ydi. Bu haramzodiga tushuntirib qo'yaylikki, bir sabab, ya'ni Jungoning iqtidorsizligidan boshqa ikkinchi sabab yo'q. Jungo dunyoviy doirlik zo'r ofat paydo qildi. Prezident Trumpning Twitter'ga yozganlari Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijanning 5. ayning 20. kuni axborot e'lon qilish yig'inida so'zlagan so'zlariga qaratildi deb qaraldi. Jolijan 20. kuni muxbirlarning Prezident Trump Dünya Sayya Teşkilatı'nın başkatı Tedroz'ga avatgan xeti hamda Cumhuriyet Partiyasi, Kanada, Avrupa İttifaqı ve Rossiyaning inkası qanday qarashlar deb qo'ygan savolga duch keldi. Bayonotchi Jolijan javob qaytarib mundaq dedi. Xalqaro jamiyat
Amerika tarafının mındaq paketlarını bırmılığan, özara ziddiyetlik afetini başqalağı ittirip koyuduğan, başqalağı döngeydiğen virusga karşı halkara hemkarlıqqa buzğunçılık kılıdığan işlerini ten almaydı. Gördünüz mü? Dikkat kılan vatandaş, bir yerde hazır cüngülükler özünün süpti, özünün karakteri ve özünün tabiiyetine mas geldiğin kılıklarını eğizge elip bu arkalık Amerikalıkını ayıplayatılar. Bunun kendin cavlayacağın Amerika tarafının bir qatar hatalıklarını oturup koydu. Lekin bundak oturup koyuşlar paket arkalık onun özüge qaytırıp berildi. Bundak cevapla paketler arkalık onun özüge qaytırıp berildi. Prezident Trump, juqumluq virusning yer şarığı tarqalışını, bunun da Cumhuriyet Partiyası bilen Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın məsuliyyətdən qaçıb qutulalmaydıqanlığını izchal tanqid qilib keldi. 20 günü Prezident Trump Twitter'da kaldırgan pişkirede Cumhuriyet Partiyasına hazırgacha en qattiq ibarlar bilan tanqid qiladigan fikir bo'lib hisoblan. Biz mushu xabarni e'lon qilg'ich bo'lgan araliqda dunyo bo'yicha 5 million kishi yuqumliq virus bilan yuqumlandi. 330 ming nafar kishi hayotidan ayrildi. Bu to'g'rida Jungo Yer shari gazetining tahriri darhol torbet orqali javob qaytarib mundaq dedi. Bundaq bema'ni so'zlangan so'zni azaldan anglab boqmagan edim. Albatta shundaq Yer shari gazeti siz so'zlayotgan so'zning bema'ni yoki to'g'riligini, ayog'i va axloqi uyg'unligi va uyg'un emasligini bilmaysiz. Chunki bema'ni so'zlash sizning tabiatingiz bilan belgilangan. Boshqalarning so'zini bu to'g'rida siz tushunmaysiz. Yer shari vaqt gazeti Xo'shidin apandi. Bundaq bema'ni so'zlangan so'zni azaldan anglab boqmagan edim. Şuna mening gumonlanish asoslarim borki, bu shaxs to'qilmi shaxsdir. Onun asli qiyofati sening kabinetingdagi ma'lum kishi. Chunki sening kabinetingda yolg'on so'zlaydiganlar bakdilar ala shahringni. Bugun junguliqlar rost so'zlaydigan, boshqalar yolg'on so'zlaydigan bo'lib qolibdi. Yer shari o'zi o'qidi aylanyapti yoki boshqa bir hodisa yuz berdi vatandoshlar. Xo'shidin ündidardı mundaq dedi. Köpçülük mening so'zlagan so'zlarimga qo'shilamsizlar? Qo'shiladigan bo'lsangiz sizlar Xo'shidinga qo'shilib birlikda Amerikani masxara qilaylik. Oho. Amerikani birlikda masxara qilaylik. Amerikaning Beijingda turishliq bosh elchixonasi va Beijingda turishliq muxbirlari Xo'shidinning bu so'zlashlarini yoki undidardagi so'zlarini saqlab turib, bu so'zlarning hammasini Aqsarayga yetkazdi. Ya'ni bundaq aytganda Amerikaning muxbirlari va Amerikaning bosh elchixonasidagi xodimlar Xo'shidinning bu joylashlarini hammasini Aqsarayga yetkazdi.